Assalomu alaykum hammaga. Uchburchakning bisektrissasi va uning xossalari mavzusi. Ikkinchi qism video darsligini boshlaymiz. Demak, bu ya'ni hozirgi ko'rayotgan mana bu faylimiz 2025-yil varianti IDC'ni. Bundan oldingi videoda ko'rsatilgan fayldagi misollar ular 2024-yil variantga. Xo'p, bu yangi kitobdan yechim qilinyapti. Xo'p, boshladik. Mana 31-masala bo'yicha xossa yozadigan bo'lsak, xo'p, aytaylik, mana bu uchburchak berilgan bo'lsa bizlarda, mana bu uni bisektrissasi bo'lsin. Bu yog'ini alfa, bu yog'ini alfa deydigan bo'lsak, bu A, bunisi B, bunisini X, bunisini Y deydigan bo'lsak, bisektrissa zo'rligini qanaqadir T deb oladigan bo'lsak, shu T ni topish uchun A ko'paytirilgan B dan X ko'paytirilgan Y ga ayirishimiz kerak. Endi bu T kvadrat qilib yozib qo'yamiz. Ya'ni asosiy xossasi mana shu. Endi shu formula orqali topib olishimiz mumkin ekan buni. Faqat mana bu qismini kelinglar hozircha T deb turamiz va T ni birinchi topib olishimiz kerak. Bisektrissa xossasidan oddiygina qilib yozadigan bo'lsak, 8 12 ga nisbati 8 12 ga nisbati T ning 8 ga nisbatiga teng. Ya'ni mana T ning 8 ga nisbatiga teng. Xo'p, bundan qisqartirib yuboradigan bo'lsak, pastida 4, demak 3 ga bo'lib olsak, 4 ga bo'lib olsak pastda 3, tepada 2. T ni qiymatini topadigan bo'lsak, 16 taqsim 3 ga teng bo'lib qolar ekan, T ni qiymati. Ana endi mana bu qism 16 taqsim 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu formulasiga qo'yamiz, ya'ni mana bu asosiy formulasiga. Xo'p, bunda x ni kvadrat teng bo'lib qoladi, ildizni o'chirib tashlasak ham bo'laveradi. 8 ko'paytirilgan 12 dan 16 taqsim 3 ko'paytirilgan 8 ayirganimizda. Demak, bundan x kvadrat yozish mumkin. 96 minus 80 kara 16 qiladigan bo'lsak, xo'p, 128 taqsim 3 ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Xo'p, bundan x qiymatini topadigan bo'lsak, yakuniy javob. Ildizdan ham chiqarib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, ildiz osti 4, ildiz osti 30 taqsim, shuni aniqroq qilib ishlab ketaveraylik. 96 kara 3. Bu x kvadrat ham shart emas. Bu x o'zi teng bo'lib qoldi. 3 mahraj beradigan bo'lsak, 278 bo'ladigan bo'lsa, 270 288 ayru 128 taqsim 3 qiladigan bo'lsa, ildiz ostida. Xo'sh, bundan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, ayirib tashlasak, 160 taqsim 3 bo'lar ekan ildiz ostida. Xo'p, 32-masalani yechimiga o'tamiz. 32 da ham xuddi yuqorida yozgan formulam bilan bir xil. Yana endi 33-masala yechimini boshlasak, 33-masalada CL bisektrissa A burchak ACL 45 gradus, AC 8 va BC 8 bo'lsa, x topishimiz kerak. Xo'p, yana bitta xossadan foydalanamiz. Mana bu uchburchak berilgan bo'lsin. Mana buni uchburchak berilgan bo'lsa, xo'p, buni bisektrissasiga olsak, mana bu to'g'ri chizaman. Buni bisektrissa deb oladigan bo'lsak, mana burchak alfa, bu burchak alfa, mana bu tomon A, bu tomon B, bu tomon xo'p x, y deb oladigan bo'lsak, quyidagicha xossasi bor ekan. Ya'ni buni kelinglar birorta bir T deb oladigan bo'lsak, T ni topish uchun A, B taqsim, xo'p, adashmasam A plus B kosinus alfa edi formulasi. Xo'p, mana bu yoqda ikkisi ham bor ekan. Xo'sh, ana endi shu formulaga qo'yamiz. Bitta formuladan chiqargan T ni qiymatini topadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan
Mana bu burchak olamiz. Kosinus 45 ta ildiz 2 taqsim 2 taqsim 6 plus 8 qiladigan bo'lsak, ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfani ham qiymatini mana yozib qo'ydim mana bu vaziyatda. Shuni hisoblasak yetarli. Demak, bu 12 kara 8. Xo'p, buni ikkalasini qisqartirib 4 ildiz 2 deyishimiz mumkin. Mahrajda biz 14 bo'ldi. Qisqartirib olsak 2 ga 7 6 qilib oladigan bo'lsak, xo'p, buni endi mayli kelinglar x deb yozib qo'yaylik. Mana bu x bu. X qiymatini topyapmiz. Shunda bu 24 ildiz 2 taqsim 7 ga teng bo'lib qolar ekan. X ni qiymati. Xo'p, 34-masalada ham xuddi o'sha xossa, ya'ni mana pastlarini a deb oladigan bo'lsak, x ni qiymatini topish uchun 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan ular orasida burchak kosinusi. Kosinus 60 gradus taqsim mana bu ikkita tomon yig'indisini olamiz. 4 plus 8 mana shuni hisoblab qo'ysak yetarli. Oxirigacha. Undan keyingi masala ham xuddi o'sha xossa. 36-masala ham yuqoridagi xossadan chiqadi. Tak. 37 ham o'sha xossadan chiqadi. Endi 38-masalagacha buni ko'radigan bo'lsak, 38da xo'p, bu ikkala tomon tengligi aytilgan ekan. Demak, mana buni x deb oladigan bo'lsak, chunki bu x bo'lsa, bu taraf ham x bo'lishi aniq, chunki bular teng deb aytgan masala shartda tengligini bildirgan. Ana endi mana buni x deb oladigan bo'lsak, keyingi ishimiz xo'p, mana bu tomonini qanaqadir bir y deb oladigan bo'lsak, bisektriса xossasiga ko'ra 6 ni 12 ga nisbati x ni y ga nisbatiga teng. Bundan yozadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 x taqsim y qiladigan bo'lsa, y ga qiymati 2x ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, mana bu 2x bo'ldi. Ana endi bisektrisani topish formulasiga qo'yamiz. Ya'ni x ni kvadrati teng bo'lardi 6 ko'paygan 12. 6 ko'paygan 12 minus x ko'paytirilgan 2x ga. Xo'p, bundan 3x kvadrat teng 6 ko'paytirilgan 12 qiladigan bo'lsak, 6 bilan 3 qisqartirsak 2. X kvadrat teng 24 qiladigan bo'lsak, x ni qiymati 2 ildiz 6 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 38 2 ildiz 6. Ana endi 39-masalani yechimi ham 38 bilan bir xil. 40-masala. 40-masalaning yechimini ko'rib o'tib ketamiz. Demak, mana bu qism x bo'lsa, bu qism ham x ga teng bo'ladi o'z-o'zidan. Xo'p, topishimiz kerak AL ni. Endi kelinglar mana bu tarafini t deb oladigan bo'lsak, bisektriса xossasiga ko'ra x ni t ga nisbati 4 ni 6 ga nisbatiga teng. Qisqartirib olsak, bu 2 taqsim 3 bo'ldi. Xo'p, ana endi t ni qiymatini topsak, 3x taqsim 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Ya'ni bu 1,5x deyishimiz ham mumkin. Ya'ni t teng 1,5x ko'rinishda bo'lib turibdi. Mana bu qismi 1,5x. Endi bisektriса xossasiga qo'yadigan bo'lsak, bisektriса xossasiga ko'ra mana bu x ni kvadrati teng bo'lib qoladi. X ko'paytirilgan 1,5x, x ko'paytirilgan 1,5x minusdan 4 ko'paytirilgan 6 ga. Xo'p, x kvadrat teng 1,5x kvadrat minus 24 qiladigan bo'lsak, yarimta x kvadrat teng 24, x kvadrat topadigan bo'lsak 42, x qiymati ildiz 42 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, bu 40-masalani javobi. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, xo'p, yechimda xato qilmadikmi? Xo'p, mana bu 48 bo'ladi. 42 deb yozib ketamiz, mana 48 ga teng bo'lib qoladi. 48 bo'lsa, endi buni x teng 4 ildiz 3 deb yozish mumkin.
Keyingi masala. 41-masalaga o'tamiz. Teng yonli uchburchakning asosi 16 ga, yon tomoni esa 10 ga teng bo'lsa, asosiga tushirilgan bisektor esa uzunligini toping. Xo'p. Tak. Teng yonli uchburchak. Mana shuni teng yonli uchburchak deb oladigan bo'lsak. Xo'p, asosi 16 ga. Mana bu asosi 16 ga teng. Asosi 16 ga teng, asosiga tushirilgan yon tomoni esa 10 ga teng deyapti. Asosiga tushirilgan bisektor esa uzunligini toping. Mana asosiga tushirilgan bisektor esa uzunligini x deb oladigan bo'lsak, endi bu teng yonli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, teng yonli uchburchakni bisektor hissasi uni balandligi va medianasi ham bo'lishi mumkin. Demak, bundan mana bu tomon bilan mana bu tomoni 8 deyishimiz mumkin, chunki mediani ham bo'la oladi. Endi bo'lsa, mana bu uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, Pifagor teoremasini yozadigan bo'lsak, x ni kvadrati plus 8 ni kvadrati 10 ni kvadratiga teng. X topadigan bo'lsak, 6 ga teng bo'lib qolar ekan. X ni qiymati. Tak, davom ettiramiz. 42-masala. 42-masalada uchburchakning ikki tomoni 4 va 6 ga teng. 3-tomoniga tushirilgan bisektor hissasi shu tomonni 2-3 kesmalarga ajratadi. Shu bisektor hissasi uzunligini toping. Xo'p, mana uchburchak. Xo'p, endi 3-tomoniga tushirilgan bisektor hissasi. Mana 3-tomoniga bisektor hissasi tushirdik. Ikki tomon uzunligi 4 va 6. 3-tomoniga tushirilgan bisektor hissasi, ya'ni mana bu 2 va 3 kesmaga ajratadi. Ya'ni mana bu qism 2, mana bu qism 3 deyapti. Shu bisektor hissasi uzunligi, ya'ni mana buni x desak, x ni qiymatini toping deyapti masala shartida. Xo'p, yuqorida ko'rib o'tdik. Ya'ni mana buni bisektor hissaligini bildirib qo'yaylik. X ni qiymati 4x ni kvadratini qiymati 4 ko'paygan 6 minus 2 kara 3 ga teng. Bundan x kvadrat topadigan bo'lsak, 24 minus 6 qiladigan bo'lsak, x kvadrat teng 18, x teng 3/2 ga bo'lib qoladi. Xo'p, 43. ABC uchburchakda AB 6, BC 4, burchak ABC 120 gradus bo'lsa, 3-tomonga tushirilgan bisektor hissasi uzunligini aniqlang. Mana buni uchburchak deb oladigan bo'lsak. Xo'sh. A, B, C deyilgan. ABC 120 gradus, ya'ni mana burchak 120 gradus. AB 6, BC 4, B uchidan tushirilgan bisektor hissasi uzunligi. B uchidan mana bisektor hissasi tushirsak, shuni x desak, x topishimiz kerak. Endi bisektor hissa bo'lgandan keyin mana burchak 60 gradus, bu burchak 60 gradus qilib bo'ladi. Endi x ni uzunligini topish uchun formulamiz bor. X teng. Xo'p, 2AB taqsim A plus B kosinus alfa formulamiz bor. Shundan foydalanamiz. Demak, bu 2 ko'paytirilgan 6 kara 4 taqsim 6 plus 4 ko'paytirilgan kosinus 60 gradus. X qiymatini topadigan bo'lsak, mana bular qisqarib ketsa, 24 taqsim 10 bo'lib qoldi. 2,4 ga teng bo'lib qolar ekan x ni qiymati. Xo'p, keyingi masalani ko'ramiz. 44-masala. ABC'da uchburchakda AB 15, BC 12 va B uchidan BD bisektor hissasi tushirilgan. CD 8 bo'lsa, BD kesma uzunligini toping. Xo'p. Ana uchburchak. ABC uchburchakda AB 15, BC 12. Xo'p. Xo'sh, demak, A, B, C deb oladigan bo'lsak, AB 15,
BC12 B3'den BD bisektor ise düşürüldü. Yani B3'den BD bisektor ise düşürdük. Eğer CD8 mana bu 8 bo'lsa BD kesma uzunligini toping. X'ni qiymatini so'rayapti. Demak, bu bisektor ise bo'lgandan keyin alfa deyishimiz mumkin. Endi bisektor ise xossasiga ko'ra 15 ni, ya'ni mana bu 15 ni mana bu 12 ga nisbati, bu taraf t desak, t ning 8 ga nisbatiga teng. Yozamiz, demak, bu t taqsim 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Bu ikkasini qisqartirsak 3, mana bu yoqda bo'lsa 2. Bundan t ni qiymatini 10 ga tengligi kelib chiqadi. Mana bu taraf 10 ga teng bo'lsa, endi x ni kvadrati teng 15 ko'paytirilgan 12 ayrilgan 10 ko'paytirilgan 8. Bundan x kvadrat topadigan bo'lsak 100. Mana bu 80, 180, buni 80 bo'lsa, x ni qiymati 10 ga teng bo'lib qolar ekan. 45. Uchburchakning tomonlari 12, 14 va 16 ga teng bo'lsa, uzunligi 14 ga teng bo'lgan tomonga tushirilgan bisektor ise uzunligini toping degan masala sharti. Ana endi sal yangicharoq formulaga oid masala kelib qoldi. Shundan foydalanamiz. Uchburchak bo'lsin mana shu. Xo'p, keling, uni tomonlarini olaylik. A, B, C deb oladigan bo'lsak, mana shu tomoniga tushirilgan desak, shuni B qanaqadir bir x deb olaylik. X ni uzunligini topish uchun x teng bo'lib qoladi. Xo'sh, buni formulasi. Demak, x ni qiymatini topish formulasi bu quyidagicha. Ya'ni a plus b taqsim 2 ko'paytirilgan, aniqroq qilib yozsak, 2 taqsim a plus b ko'paytirilgan, ildiz ostida a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan b, p minus c ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, mana bu p bu yarim perimetr. Yarim perimetr bu. Xo'p, shu formulaga qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati, endi mana bu tomon uzunligini 14, bu tomon uzunligini 16, mana bu tomon uzunligini 12 deb oladigan bo'lsak, x ni qiymati 2 taqsim 12 plus 16 ko'paytirilgan, ildiz ostida 12, 16, perimetr, yarim perimetrini topamiz. 12, 16, 14 qiladigan bo'lsak, natijada 30 bo'lsa, bunisi 42. Demak, shunda p taqsim 2 bu 21 degani bo'lib qoladi. 21 ko'paytirilgan 21 minus 14. X teng, demak, bu 2 taqsim 28 ko'paytirilgan, ildiz ostida 12, 16, 21 ko'paytirilgan, mana bunisi bo'lsa 7. Xo'sh, ana endi bundan ildiz chiqarishimiz mumkin. 2 taqsim 28 ko'paytirilgan. Xo'sh, kelinglar mana shuni 7 kere 3 deydigan bo'lsak, bundan 6, 4, 7 chiqar ekan. 7 kere 4 28 bilan qisqarsa, x qiymati 12 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana bu tomon uzunligi 12 ga teng bo'lib qoldi. 46-masalani yechimini boshlaymiz. Xo'p, agar ABC uchburchakda AB 18, AC 24 va BC 21 bo'lsa, A nuqtadan tushirilgan bisektor ise uzunligini toping. Endi bu yuqorida ishlatgan formulamiz bilan bir xil, ya'ni uchala tomoni bo'lsa, ya'ni A nuqtadan tushirilgan deyilsa, demak BC tomoni olinadi. Ya'ni BC tomon bu yoqda 21. Aynan mana shu 21 bo'lgan tomonga tushirilgan bisektor ise uzunligini topishimiz kerak. Demak, buni formulasini eslatib o'taman. Mana yuqorida ham yozib qo'ydik. Mana shu formula
2 taqsim a plus b ko'paytirilgan ilzosida a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan p minus c. Endi bu yoqda c tomon qilib 21 olinadi. Shunda a bilan b ni qiymatini 18 va 24 deb olamiz. 24 qilib oldik. Sababi mana bu joydan tushuntirishga harakat qilaman. Mana buni uchburchak deb oladigan bo'lsak, xo'p, aynan xo'p, a uchidan deyilgan. Mana a, busini b, mana bunisini c deydigan bo'lsak, a uchidan bundoq mana bisektor hisob tushadigan bo'lsak, bu yoq alfa, bu yog'ini ham alfa deydigan bo'lsak, a uchidan tushgan bisektor hissasi bu bc tomonga tushadi-da. Ya'ni mana bc ga tushadi. Shu maqsadda shunaqa qilindi. Ya'ni mana bu bc tomonga tushdi. Buni bundoq ko'tarib qo'yamiz. Xo'p, x topish uchun a b c ni o'rniga mana bu raqamlari, ya'ni mana bu sonlarni qo'ysak, nechilik kelib chiqadi. Keyingi masalaning yechimini ko'ramiz. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagi bisektor hissasi uchburchakning katetini 8 va 10 ga teng kesmalarga ajratadi. Uchburchakning boshqa o'tkir burchagidan o'tkazilgan bisektor hissasi uzunligini toping deyilgan. Bisektor hissasi uchburchakning katetini 8 va 10 ga bo'ladi. Bundoq mana tushiradigan bo'lsak, bisektor hissasini 8 va 10 ga bo'ladi deyilgan. Mana bu yog'ini 8, bu yog'ini 10 nisbatda bo'lsa ajratadi. Xo'p, uchburchakning boshqa o'tkir burchagidan o'tkazilgan bisektor hissasi. Mana boshqa o'tkir burchak deganda mana buni o'tkazilgan bisektor hissa. Ya'ni mana bu so'ralyapti. Shuni a, b, bunisini c, d desak, a, c ni uzunligi so'ralyapti-da bizlardan. Mana shuni topishimiz kerak. Aha. Demak, hozir bu 8 bo'lsa, 8 10 bo'lsa, mana burchakni alfa, bunisini ham alfa deydigan bo'lsak, xo'p, bu taraf, ya'ni db 8x ad bo'lsa 10x nisbatda bo'ladi. Endi bundan ko'rinib turibdi, mana bu joy 6x ligi, chunki Pifagor teoremasidan 8 16 buni aytish mumkin ekan. Demak, 6x teng 18 qiladigan bo'lsak, x qiymati 3 ligini. Endi AC ni topish uchun nima qilsak bo'ladi? Xo'p, buni bir necha xil usulda ishlash mumkin. Birdaniga yuqoridagi formulaga ham tashlab ketsak bo'ladi. Menimcha shu eng osonrog'i. Mana uchburchak yangitdan chizib olamiz. Mana bunday qilib, mana buni to'g'ri burchakli uchburchak deb oladigan bo'lsak, mana tasavvur qildingizlar. Shuni mana bu nimasini topishimiz kerak-da. Bisektor hissasining uzunligini. Ya'ni bunda aniqroq qilib chizaman. Bunday mana o'tkazadigan bo'lsak. Tak. Hozir bu taraf 10x bo'lsa, x qiymati 3 chiqdi. Bu taraf 30 ekan. Mana bu taraf shunda 18. Bu tarafi bo'lsa 3 kara 8 opshi 24 bo'lyapti. Endi aynan 24 lik tomonga tushgan bisektor hissa uzunligi kerak-da bizga. Xo'p. Buni yozamiz. Ya'ni mana shuni x deydigan bo'lsak, x ni qiymati teng 2 taqsim a plus b. A bilan b ni 30 plus 18 qilib olamiz. Ilzosida yarim perimetr. Endi perimetrini topadigan bo'lsak, mana bu burchagi perimetri p barobar 24 30 18 qiladigan bo'lsak, bu ikkalasini qo'shsak, 42 42 30 qo'shsak 72. Demak, yarim perimetr olinishi kerak edi. Demak, birinchi yozamiz 24 18, yarim perimetr 36. Ko'paytirilgan tushgan tomon ayirib tashlashimiz kerak. 36 minus 24. Xo'p, mana shuni hisoblasak, x ni qiymati oddiygina chiqib qoladi. Undan keyingisi 48. ABC uchburchakda AD bisektor hissa uzunligi 8 ga teng. Agar AB ni uzunligi 15, AC ni uzunligi 12 bo'lsa, BC tomon uzunligini toping degan. Aha. ABC uchburchak. Uni chizib oladigan bo'lsak. Tak.
ABC uchburchak. Boshladik. ABC uchburchakda AD 15, A, B, C. AD bisektor esa uzunligi 8 ga teng. Agar AB 15, AB 15, AC 12, BC tomon uzunligini toping. Xo'p, endi bu tarafini birorta bir x deb olsak, formulasi bor edi. Aynan mana shu 8 o'zi teng deb yozishimiz mumkin. 2 taqsim mana bu ikkita tomon, ya'ni 15 plus 12 ko'paytirilgan. Xo'p, ildiz ostida 15, 12 ko'paytirilgan. Endi yarim perimetr yozishimiz kerak. Yarim perimetr bu p taqsim 2 deb yozadigan bo'lsak, 12 plus 15 plus x taqsim 2. Demak, buni yozamiz. 12 plus 15 plus x taqsim 2 ko'paytirilgan 12 plus 15 plus x taqsim 2 ayrilgan mana bu x. Mana shundan x topishimiz mumkin bo'ladi. Endi shu osonroq yo'li. Yoki undan ham osonroq yo'li bor. Ya'ni mana bu tarafini qanaqadir A, mana bu tarafini B deb oladigan bo'lsak, shunda mana yozishimiz mumkin. 15 ni 12 ga nisbati A ning B ga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, shundan ketadigan bo'lsak, boshladik. Bundan qisqartirib oladigan bo'lsak, mana bu ikkalasini 3 ga, bu yoqda 4, mana bu yoqda mana 5 bo'ldi. Proporsiya qilib olsak, 4 ta A teng 5 ta B. Xo'p, bundan A ni qiymatini topsak, 1.25 ta B bo'lib qolar ekan. Endi x ni qiymati teng bo'lib qolar ekan shunda A plus B ga, ya'ni mana bu taraf yozib qo'yay, 1.25 ta B deb 2.25 ta B bo'lar ekanda buni qiymati. Общийsi. Ana endi A bilan B ni topishimiz mumkin. Ya'ni 8 ni kvadrati teng bo'ladi 15 kara 12 ayrilgan mana bu ikkita tomon ko'paytmasiga 1.25 B ko'paytirilgan B ga. Shunday ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu 180, bunisi bo'lsa 64, 180 ni 64 ayirib tashlasak 116 teng 1.25 B ni kvadrat qiladigan bo'lsak, demak B kvadrat teng bo'lib qolar ekan. Bu 4 taqsim 5 bo'lsa 116 ko'paytirilgan 5 taqsim 4 ga. 116 bilan 4 ni qisqartirib olsak 58. Xo'p, 2 ga bo'lsak 58, yana 2 ga bo'lsak 29. B kvadrat teng. Shunda hozir 29 kara 5 ildiz ostida 145 bo'lar ekan B ni o'zi. Shunda B ni o'zini topdik, ildiz ostida 145 bo'ldi. Endi jami x uzunligini topish uchun mana bu yoqda mana formula qilib ham yozib ketdim. 2.25 ni ko'paytirishimiz kerak mana bunga. Agar hisob kitobida ozgincha xato qilib ketmagan bo'lsak, x qiymati mana shunga teng bo'lib qolar ekan. Javobi sal xunukroq chiqdi. U ahamiyatsiz. Eng muhim joyi endi sizlarga tushuntirishda asosiy ideologiyasini berib ketish masalani. Mana bu birinchi usuli, mana bunisini mana ikkinchi usul desangiz ham bo'ladi. Ikkinchi usul desak bo'ladi. Keyingisi 49-masala. Orasiga o'shilgan. Xo'p. 49 ham ozgina ideya berib ketaman. Xo'p, mana bu uchburchak deb olsak, mana buni, mana uchburchak. Tak. Endi 5 va 8 va tomonlar orasidagi burchak 60 gradus bo'lsa, shu burchakdan chiqarilgan bisektor esa uzunligi mana bunday mana bisektor esa tushirilgan. Mana shuni x desa x topishimiz kerak. Xo'p, x topish uchun formulamiz bor edi. 2ab kosinus alfa taqsim a plus b. Endi bu yoqda alfa sifatida mana 30 gradus bo'ladi bisektor esa bo'lgani uchun alfani o'rniga 30 olib ketishimiz kerak. Hisob kitobini o'zlaringizga qoldirdim. 50-masala.
50'da burchak DAB bilan burchak DCB 90 gradus. AD 8. DC 6. AB ko'paygan DC ni topishimiz kerak. AB ko'paytirilgan DC. Hop, ma'lumot o'rnida yozib qo'yaman. AB ko'paytirilgan DC va X ko'paytirilgan Y topish degani. Ana endi bunda nima qilsak bo'ladi? Birinchi bo'lib mana bu to'g'ri chiziq o'tkazib olaylik. Mana bu to'g'ri chiziq o'tkazib oladigan bo'lsak. Xo'p, bu tomon uzunligini qanaqadir bir T deb olaylik. Mana buni uzunligini qanaqadir T, bu tomon uzunligini qanaqadir bir N deb olaylik. T va N ko'rinishda belgilab oldim. Ana endi mana bu, ya'ni birinchi uchburchak bilan ikkinchi uchburchakga o'xshashligiga qo'yamiz. Bunda 8 ni X ga nisbati T ni N ga nisbatiga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu 3 va 4 uchburchaklarda shu xossani qo'llaydigan bo'lsak, mana bu yoqdan yozib ketaman. Mana buni qo'llaydigan bo'lsak, T ning N ga nisbati teng bo'lib qoladi Y ning 6 ga nisbatiga. Endi e'tibor bersak, mana bu nisbatlar o'zaro teng. Demak, T taqsim N o'rniga mana bu ifodani yozishimiz mumkin degani bu. Bundan 8 taqsim X teng bo'ladi Y taqsim 6 ga. Endi men keltirib chiqarib ko'rsatdim. Qanaqadir formulasini ko'rib qolsangizda qayoqdadir. Endi maslahat beraman geometriyada formula yodlamaslikka. Chunki bu videoni ko'rayotgan bir menimcha endi 100% desam noto'g'ri bo'ladi. Почти 90-95% odam milliy sertifikatni topshiradi. Milliy sertifikatda aynan formula emas, qayoqdan kelib chiqishini o'rgansangizda, ya'ni misollari formulasini yodlamasdan, oxiridagi 10 talik masalalarda ancha yordam beradi. Chunki formulani qayoqdan keltirib chiqarilishi, ya'ni qanaqa ideologiya bilan olib kelinganini tushunsangizda, birmuncha osonroq bo'lib qoladi oxiridagi yozma masalalar ishlash. Endi buni davom ettirib qo'ysak, bundan proporsiya qilsak X ko'paygan Y qiymati 48 ga tenglik ko'rinib qoldi. Masala shartida e'tibor bersak, aynan shu narsa bizlardan so'ralgan edi dastlab. Ya'ni mana buni topib qo'ydik, mana 48 dagina. Xo'p, buni eng oddiy yo'li, bunday o'ylab qarasam, adashmasam 7-sinf geometriya darsligida tenglik alomatlari bor. Biz o'qigan payti bo'lardi o'sha. 3 ta alomat bor edi. Ya'ni 3 ta alomat, bu yoqdan yozib qo'yaman. 3 ta alomat, bulardan birinchisi TBT alomati, ikkinchisi BTB alomati, uchinchisi bo'lsa TTT alomati bor edi. Ya'ni tomon burchak tomon, burchak tomon burchak, tomon 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 alomati. Uchburchaklar tenglik alomatlari, mana bu 3 tasini aytyapman. Endi bunda e'tibor bersak, xo'p, bitta tomon umumiy, ya'ni mana bu tomon umumiy, DB umumiy va 90 gradus burchaklar ham teng va mana bu burchaklar ham teng o'z-o'zidan. Ya'ni bu ikkita tomon va bitta burchak teng bo'lyapti. Bu degani BTB alomatiga ko'ra bu uchburchaklar teng degani. Bundan kelib chiqib biz bemalol yozishimiz mumkin. Mana buni 12 ligini va buni 5 ligini. Xo'p, ya'ni mos tomonlar teng bo'ladi-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir mana bu burchagini alfa desak, alfani qarshisidagi tomon bilan bunda ham alfani qarshisidagi tomon teng bo'ladi. Bunisini mana beta desak, betani qarshisidagi tomon bilan betani qarshisidagi tomonlar o'zaro teng bo'lishi kerak. Endi masala shartida so'ralgan narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu AB plus DC so'ralgan. AB ni o'rniga 5 ni, DC ni o'rniga bo'lsa AB ni o'rniga 5, DC ni o'rniga bo'lsa 12 ni qo'yib yuboradigan bo'lsak, 17 ga teng bo'lib qolar ekan-da. Endi 52-masalani ishlashda nima qilishimiz kerak? Xo'p, rasmdagi ma'lumotlari hammasi aytilgan va xo'sh, hammasi bor. Demak, AB 5, BC 4, AD 8 ligi bor. X topishimiz kerak. Xo'p, demak,
burchak alfa deydigan bo'lsak, endi Pifagordan mana shu burchak mana tomon topa oladigan bo'lsak, 25 plus 16 ilzosida 41 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon. Endi bo'lsa, mana bu uchburchakda kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Bu ya'ni bu uchburchakda kosinuslar teoremasini qo'llasak, x ni kvadrati teng 41 plus 64 minus 2 ko'paytirilgan ildizda 41 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan kosinus alfa bo'lib qoldi. Endi mana bu uchburchakdan kosinus alfani qiymatini topadigan bo'lsak, kosinus alfa yopishgan katet 5 ni ilzosida 41 ga nisbat. Shunda bu x kvadrat teng bo'lib qolar ekan 105 ayrilgan 2 birdaniga shuni 16 ko'paytirilgan ilzosida 41 kosinus alfani o'rniga mana buni qo'yamiz. 5 taqsim ilzosida 41 ni. Bular qisqarib ketsa x kvadrat teng 105 ayrilgan 16 kara 5 80 bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat qiymati 25. Bundan x qiymatini topadigan bo'lsak 5 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana bu tomonni qiymati. Xo'p, ana endi 53-masalani yechimini qiladigan bo'lsak, 53da b dc bisektor ise va mana bu y burchak 90 gradus, dy 5, xo'p, ys 8 bo'lsa va bc ni qiymati 17 bo'ladigan bo'lsa, x qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, xossamiz bor. Burchak bisektor hissasidan uning tomonlarigacha bo'lgan eng qisqa masofalar doim teng bo'ladi. Ya'ni agar D nuqtadan mana bunday qilib bitta perpendikulyar olib tushadigan bo'lsak, bu masofa 5 bo'lsa, bu masofa ham 5 ga teng. Endi buni oddiygina uchburchaklar tengligini aytib ketish mumkin, chunki bu 90 mana bu tomon umumiyligidan ikkita uchburchak teng bo'lib qoladi. Shundan buni 5 ligini aytib ketishimiz ham mumkin. Mana endi masala shartida bizlardan so'ralgani bu x so'ralgan. Endi x qanday qilib topishimiz mumkin? Xo'sh, bisektor issa orqali qanday qilib topsak bo'ladi? Demak. Trigonometriyani qo'llaymiz. Hozir bu burchagi mana shu burchagi alfa desak, bunisi ham alfa. Birinchi uchburchakda tangens alfani topadigan bo'lsak 5 taqsim 8. Ikkinchi uchburchakda ham xo'p, tangens alfani topadigan bo'lsak 5 taqsim 8 bo'lishi kerak. Bu degani mana bu tomon ham 8 ga teng bo'ladi degani. Shundagina bular ikkalasi teng bo'la oladi-da. Mana bu tomon 8 bo'lsa, endi 17 deyilgan. BC ni uzunligi, demak bu tarafi 17 ni ayirib tashlasak 8 dan 9 qoladi. E'tibor berasizlar mana bu uchburchakka. Mana shu uchburchakda endi Pifagor teoremasini qo'llaymiz. X ni kvadrati teng 9 ni kvadrati qo'shilgan 5 ni kvadratiga. X kvadrat teng 81 plus 25 qiladigan bo'lsak, x teng ilzosida 106 bo'lib qolar ekan. Xo'sh, ana endi keyingi masalani yechimini ko'ramiz. 54-masalada Y bisektor hissalar kesish nuqtasi YD 4 va DC 6, BC 15 bo'lsa, BY ni toping degan. Xo'p, birinchi bo'lib mana bu tomoni A, bu tomonni qanaqadir B deb oladigan bo'lsak, bisektor hissa xossasidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu bisektor hissadan foydalanamiz hozir. Shuni boshqa rangda ko'rsatib olay. Ya'ni mana bu burchak bisektor hissasidan foydalansak, alfaligidan bunda yozish mumkin. Ya'ni A ni 6 ga nisbati B ni 15 ga nisbatiga teng deb. Yoki birdaniga A taqsim B ni o'zini topib ketaveraylik. A ni B ga nisbati
Mana bga nisbati 6 ni 15 ga nisbatiga teng bo'lib qoladi. Darvoga tenglikdan ikkala tarafga bo'lib olsak ham. Endi kichkina uchburchak, ya'ni mana bu uchburchakda yana bir marta bisektriya xossasini qo'llaymiz, chunki mana bu burchak bilan bu burchak ham teng o'zaro. Bisektriya xossasini yozadigan bo'lsak, bunda b ni a ga nisbati x ni 4 ga nisbatiga teng. Xo'sh, buni bitta aylantirib oladigan bo'lsak, a taqsim b teng 4 taqsim x bo'lib qoladi. A taqsim b ni o'rniga 6 taqsim 15 keltirib qo'yamiz. Teng 4 taqsim x qiladigan bo'lsak, hop x ni qiymati 10 ga teng bo'lib qolar ekan. Bundan 55-masala ham xuddi shunaqa. Endi 56-masalaga e'tibor beramiz. 56 da O bisektrisalar kesish nuqtasi AB 8, AC 12, BC 10 bo'lsa, AO taqsim OL ni nisbatini topishimiz so'ralgan masala shartida. Bunda nima qilishimiz mumkin? Tak. Birinchi bo'lib mana bu tomonni x deb oladigan bo'lsak, bu taraf shunday 10 - x bo'ladi. Bisektriya xossasidan foydalanamiz. Ya'ni mana burchagiga alfa desak, bunisini ham alfa bo'ladi. 8 ni 12 ga nisbati x ni 10 - x ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Qisqartirsak buni 2 taqsim 3. Proporsiya qilib olsak 3x teng 20 ayru 2x, bundan 5x teng 20 qiladigan bo'lsak, x qiymati 4 bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana bu tomon 4 ga teng bo'ldi, bu taraf 6 ga teng bo'ldi. Endi bo'lsa, mana bu uchburchakka e'tibor bersak, kelinglar mana bu tarafini qanaqadir a deb olamiz, bu tarafini b deb oladigan bo'lsak, shunda 8 ni mana bu 4 ga nisbati a ni b ga nisbatiga teng. Bisektriya xossasiga ko'ra, demak 2 teng a taqsim b bo'lar ekan. Endi a deb biz a ni oldik. B deb bo'lsa, ya'ni mana bu taraf oldik, bu taraf a deb olgandik. Endi b deb o l ni oldik. Xo'p, buni qiymati mana 2 ga teng bo'lib qoldi. Demak, buni 2 deb yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Xo'sh, 57-masala. A ni o l ga nisbatini toping degan bunda ham. Endi bunda qo'shimcha bitta chiziq o'tkazib olamiz. Mana bunday chiziq o'tkazdirib oladigan bo'lsak, endi bu chiziqni mana o'tkazib oldik. Nega bunaqa bo'lib qolyapti bu? Mana bunday o'tkazib oldik. Bu ham bisektrisa bo'ladi. Sababi uchburchakdagi bisektrisalar bitta nuqtada kesishadi. Uchburchakda bisektrisalar kesish nuqtasi, ya'ni mana shu nuqta umumiy bo'ladi. Doim. Mana bu nuqta. Xo'sh, O nuqtani bisektrisalar kesish nuqtasi deb aytsak bo'ladi. Endi bu tarafini x, bu tarafini yana 15 - x qiladigan bo'lsak, 9 ni 11 ga nisbati x ni 15 - x ga nisbatiga teng. Xo'p, bundan 11x teng. Demak, 90 + 45 135 - 9x qiladigan bo'lsak, 20x teng 135 bo'ladigan bo'lsa, x qiymati 135 taqsim 20 ga teng bo'lib qoldi. 5 ga bo'lib olsak 4, buni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 27. 27 taqsim 4 ekan mana bu kesma. Endi bu uni uzunligini a, bunisini uzunligini b desak, a O taqsim OL deganning ma'nosi, ya'ni mana buni ma'nosini yozib qo'yaman. A ni o'rniga a ni qo'yamiz. OL o'rniga bo'lsa b ni qo'yamiz. Ya'ni bu a taqsim b ni top degani. Bundan yozamiz, demak, mana bu burchakda bisektriya xossasini qo'llasak, 9 ni 27 taqsim 4 ga nisbati teng bo'ladi a ni b ga nisbatiga. Shuni bu tarafroqdan yozib qo'yaylik. 9 ni 27 taqsim 4 ga nisbati
a ni b ga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, bu bilan buni qisqartirsak 3, bu 4 taqsim 3 teng a taqsim b bo'lib qolar ekan. Endi a taqsim b deb mana buni o'zi, ya'ni a taqsim b deb qo'ygandik. Topishimiz kerak bo'lgan narsani shuni o'rniga 4 taqsim 3 qo'yib yuborsak, buni qiymati ham 4 taqsim 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 58-masala ham xuddi shunaqa. Endi 59-masaladan boshlab 3-qismdagi videolarda ko'rsatib o'taman, ya'ni tashqi sektrisa xossalarini. Va videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Demak, bundan oldingi videolarni ham kanaldan topishlaringiz mumkin va bundan keyingi mavzuning oxirigacha bo'lgan masalalar yechimini keyingi qismda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi.